Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Dinshunoslik kursidan birinchi video darsimizni boshlaymiz. Mavzumiz dinning ijtimoiy madaniy hodisa sifatidagi ahamiyati va rejalar keltirilgan. Fan sifatida rivojlanishi, dinshunoslik boshqa ijtimoiy fanlar bilan bog'liqligi, demak, dinning funksiyalari, dunyoqarash shakllari. Demak, dinshunoslik o'qitishdan asosiy talabalarga o'rgatishdan asosiy maqsad, mana bu yerda 3 ta maqsadni belgilab oldik. Talabalarni din va diniy ta'limotlar, diniy talqinlardan tashqari ilmiy tushuncha, ta'limot, nazariya, falsafiy xulosa bilan qurollantirishdan iborat. Endi talabalar fan yuqtilaridan foydalanadi. Shu bilan birga O'rta Osiyoda, jumladan O'zbekistonda 9-asrdan boshlab islom dini keng tarqaladi. Aynan islom dini tarqalishida va xalqimiz turmush tarziga kirishida demak, madaniyat, san'at, adabiyotini boyitishga qo'shgan hissasi xususan talabalarni ilmiy falsafiy bilimlar asosida fikr yuritishga o'rgatish. Xo'p, keyingi 3-maqsadimiz, demak, talabalarda ibtidoiy dillardan tortib jahon dinlarigacha bo'lgan dinlarning shakllari, ta'limotlari, yo'nalish, oqimlari, mazhab va sektalar haqidagi umumiy ilmiy tasavvur hosil qilish orqali o'zlari mustaqil falsafiy xulosa qilishdan, xulosa chiqarishdan iborat. Demak, vazifalari esa bu yerda vazifalar keltirilgan. Mana talabalarda chuqur bilim berish, mana shu masala bo'yicha shu fanning tarkibidagi shu bilan birga ibtidoiy shakllaridan tortib mana yuqorida aytib o'tgandek, hozirgi jahon dinlarigacha bo'lgan davrdagi gnosiologiya, psixologiya, islam, tarixiy dalillar asosida har tomonlama ilmiy o'rganish. Xo'p, shu bilan birga dinning tasnifi, dinning ilmiy kategoriyalar, dinning mohiyati haqida talabalarni baho berish, talabalarga mohiyatiga talabalarni o'rgatish. Shu bilan birga 4-dan talabalarni islom manbalaridan o'sha bu ta'limotlardan xabardor qilish va shu sohada hamyurtlarimiz ijodini bayon etish. 5-dan, demak, hozirgi kunda mamlakatimizda o'sha diniy bag'rikenglik, shu bilan birga vijdon erkinligi bo'yicha, demak, huquqiy asoslarni keltirish. Mana konstitutsiyamiz, vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mana dinshunoslik fanining o'zagini mana umumiy olganda e'tiqod, ya'ni din tashkil etadi. Xo'sh, din deganda nimani tushunamiz? Uni endi kelib chiqishi nominal ta'rif arab tilidan olingan. Demak, ma'nolarni keltirdi. Kimgadir bo'ysunmoq, itoat etmoq degan ma'noda ishlatiladi. O'zbek tili lug'atida din ishonch, ishonmoq degan ma'noni bildiradi. Xo'p, demak, olimlar muayyan e'tiqod deb atalishi uchun 3 asosiy xususiyatga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlaydilar. E'tiqodni din deb atalishi uchun. Xo'sh, bu xususiyatlar qaysilar? Birinchisi, g'ayri tabiiy ilohlarning mavjudligi. Biz o'z o'rnida bu ikki shartli ravishda ikkiga transcendent va immanent ilohlarga bo'linadi. Transcendent ilohlar, demak, insonlardan tashqari, insonlarga hech qanday aloqasi bo'lmagan ilohlar. Endi bunga islom dinida Alloh taolo, xristianlikda qisman Ota Xudo, yahudiylikda Yahve. Immanent ilohlar esa tabiatni bitta bo'lagi sifatida tasavvur qilingan, insonlarga o'xshab ketadigan ilohlar tushuniladi. Xo'p, ikkinchisi Xudo bilan insonlarni bog'lab turuvchi bitta kultlar va kultlar majmuasi deyilgan marosimlar. Bu deylik ro'za, islom dinida namoz va ko'plab keltirish mumkin. Uchinchisi, e'tiqodchilar uchun diniy tashkilotlarning mavjudligi. Masalan, o'zimizning muqaddas islom dinimizda masjidlar, xristianlarda cherkovlarni keltirish mumkin. Umuman olganda, dinlar tarixi, ular bilan bog'liq jarayonlar, dinning inson hayotini turli jabhalari bilan o'zaro ta'sirlashini o'rganuvchi fanni biz dinshunoslik deb aytishimiz mumkin. Endi bunda dinni talqini, diniy talqin, diniy ta'limotlar bilan shug'ullanadigan alohida bilim sohasini mana teologiya deb keltirdik. Teosoda, logiya ta'limot, Xudoning mohiyati, irodasi haqidagi ta'limotlar, bilimlar yig'indisi hisoblanadi.
Xo'p, shu bilan birga mana diniy fikr bunda muhim o'rin tutadi. Diniy fikr, ayrim adabiyotlarda diniy ideologiya deyiladi. Diniy ideologiyaning tarkibiy qismlari mavjud. Masalan, dogmatika, demak, dogmat fikr, ma'lumot, yechim degan ma'nolarda ishlatiladi. Ta'limotni barqaror, kam o'zgaruvchanlik qoidalar tizimi. Apologetika, himoya qilaman degan ma'noda ishlatiladi. Diniy ta'limni insoniyat tafakkuri hamda tajribasiga asoslanib himoya qiladi. Ilohiyot va axloqni o'zaro aloqadorligi diniy qoidalar bo'yicha. Xo'p, din axloq qoidalari bo'yicha. Keyingisi amaliy cherkov va masjidlarning faoliyati bo'yicha diniy ideologiyaning tarkibiy qismi bor. Xo'sh, shu bilan birga diniy tafakkurni aynan alohida e'tiqodni tahlil qilish va teosofiya deyiladi. Bu Yunoncha xudo, sofiya donishmandlik, eng zo'r ilohiy sirlarni ochishga da'vo qiluvchi har qanday diniy ta'limot nazarda tutiladi. Xo'p, shu bilan birga dinni o'rganishda e'tiqod, ya'ni ishonch, dinga bo'lgan munosabatni belgilash muhim o'rin egallaydi. Bu biza diniy e'tiqod tarzida ishlatamiz. Endi biza diniy e'tiqodni Konstitutsiyamiz 35-moddasida keltirganligi uchun e'tiqod erkinligini biz kiritib qo'ydik. Shu bilan birga aqida masalasi diniy e'tiqodda muhim o'rin tutadi. Dindorlar uchun majburiy hisoblangan, shak keltirmasdan, muhokama etmasdan e'tiqod qilish lozim bo'lgan diniy talablar. Yani islomda misol keltirdik, farishtalarga, muqaddas bitiklarga, payg'ambarlarga, oxiratga, taqdirga, inson qazo qadariga, qayta tirilishiga ishonish. Shu bilan birga ilohiyot, arabcha xudo to'g'risidagi fan, diniy aqidalar, ular haqidagi ilohiy ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan diniy ta'limot hisoblanadi. Xo'p, shu bilan birga biz yuqorida rejamizda ham keltirdik, dinning funksiyalari. Dinning funksiyalari to'ldiruvchilik, ovutuvchilik funksiyasi, ya'ni kompensatorlik, tartibga solish, nazorat qilish, regulyativlik, legitimlovchilik, qonunchilik, aloqa bog'lashlik, kommunikativ, birlashtiruvchilik kabi funksiyalarga ega hisoblanadi. Xo'p, demak, dinning paydo bo'lishi va rivojlanishini ilmiy asoslarda o'rganishni taqozo etuvchi asosiy sabablarni keltirdik. Obyektivlik, muayyan tarixiy sharoitni hisobga olish, ilmiylik, qiyosiylik, umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'liqligi, din mavjudligi va biz gaplashishimiz kerak bo'lgan diniy munosabatlar, aynan diniy birlikni asosiy belgilarini ham aytib o'tdik. Bular diniy e'tiqod, maqsad, vazifalar birligi, diniy marosim va undan tashqari faoliyatlar birligi, etnik birlik tuyg'usi, jamoa a'zolari orasidagi o'zaro taqsimlangan mavqe va vazifalarning birligi. Xo'p, biz yuqorida oxirgi rejada ibtidoiy e'tiqodlar to'g'risida gaplashdik. Ibtidoiy e'tiqodlar bizda totemizm, fetishizm, shamanizm, magiya, animizm kabi e'tiqodlarga bo'lishimiz mumkin. Endi bularni ta'rifi, masalan, totemizmda misol keltirdikki, o'sha ma'lum bir hayvonga, bir jonli narsaga e'tiqod qilish, ishonish, juda mana hayvonlarni keltirdik, sher, mana shu misollarni keltirdik. Shu bilan birga animizm, ruhlarga ishonish, atrofda ruhlar o'rab olgan va o'shalarga e'tiqod tushuniladi, qadimiy ibtidoiy din shakllaridan biri. Undan keyin fetishizm, jonsiz narsalarga e'tiqod qilish, buni tumorlarni keltirganmiz xalqimiz orasida, keng tarqalgan bu e'tiqod ham. Shu bilan birga shamanizm, bu demak ibtidoiy jamoat tuzumini yemirishdan paydo bo'lgan kishilar orasida go'yo ruhlar munosabatlari bilan bo'la oladigan shamonlar, mahalliy tilimizda kimlar bilan baxshilar, folbinlar va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Sehrgarlik kabi aynan ibtidoiy din shakllari mavjud hisoblanadi. Xo'p, demak, bugungi dinshunoslik mavzusini birinchi kursi mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.